Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun men sizlar bilan birgalikda Cloud AIga o'xshagan bir sun'iy intellekt haqida gaplashib o'tmoqchiman. Bu DeepSeek sun'iy intellekti hisoblanadi. Undan oldin men sizlar bilan birgalikda Open Router'da bir ozgina mana shu nimalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni sun'iy intellektlarni hozirgi kundagi reytingi bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni biz ishlayotgan holatda, ya'ni tekstovoy materiallar bilan ishlayotganimizda hozirgi dunyo bo'yicha eng ko'p qo'llanilayotgan sun'iy intellektlar ro'yxati ekraningizda ko'rib turibdi. Hop, qarang, top modellar birinchi o'rinda DeepSeek V4 Flash turibdi. Ya'ni bu 544 tokens, ya'ni T tokens ishlatilar ekan. Ikkinchi o'rinda Mimo, uchinchi o'rinda Minimax, to'rtinchi o'rinda GLM, beshinchi o'rinda yana DeepSeek bitta versiyasi va oltinchi o'rinda Cloud Opus 7 va hokazo. Ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda dunyoda Xitoy sun'iy intellektlari birinchi o'ringa chiqib olibdi. Ya'ni bu people free ishlatilishi nimasi bilan eng ko'p, ya'ni qulay tartibda bo'ladi. Qulay deganim nimasi? Bu anchagina arzon hisoblanadi. Dunyo sun'iy intellektlar bozorida anchagina arzon va deyarli pulli dasturlar bilan tengma-teng darajada raqobat qila oladigan sun'iy intellektlar ro'yxati hisoblanadi. Bugun aynan men sizlar bilan birgalikda mana shu sun'iy intellektlardan biri DeepSeek haqida gaplashamiz. DeepSeek platformasi, ya'ni sun'iy intellektini qanday ochiladi desak, mana shu oynadan DeepSeek deb yozamiz. DeepSeek mana shu. Va bunga kirib olamiz. Bu Xitoyniki, Xitoy sun'iy intellekt hisoblanadi va Start Now bosamiz. Start Now bosamiz. Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Shu joyda ko'pchilik adashadi. Ya'ni login parol terib kirishim kerak ekan deb turib mana shu joydan chiqib ketib qolishadi. Lekin unaqa emas. Buni oson yo'li bor. Mana shu pastida login in with Google degan narsani bossanglar, aynan Gmail'inglar orqali bemalol hech qanday qiyinchiliksiz ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Hop, davom etishni bosamiz. Va mana tayyor bizga oyna ochildi. To'g'ri, bu fayllarni olmaydi, lekin buni imkoniyatlari deyarli nima bilan, cloud bilan deyarli teng. Ya'ni bunga to'g'ri prompt beradigan bo'lsangiz, promptlar nazariyasi bo'yicha bilimingiz yaxshi bo'lsa, bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu mutlaqo tekin hisoblanadi. Cloudda doim limit so'raydi. To'g'ri, cloud anchagina kuchli hisoblanadi, lekin cloudda limit so'rab nima desa jonga tegadi. Shuning uchun aynan mana shu DeepSeekni men sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Bu yerda mana bu oyna chap tomonda DeepSeek'i vaqtinchalik nimasi turadi, ya'ni new chat. Bu yerdan new chat qilib turib yangi nima hosil qilsanglar bo'ladi, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Asosiy oynada Instant Expert Vision turadi. Ya'ni bu instant degan nima degani? Instant juda tezkor savol-javoblar uchun. Shuni yozasiz, minutiga, sekundiga javob beradi. Juda tez ishlaydi. Mana shu narsalarni hozir men tushuntirib beraman. Instant, masalan, salom desangiz, salom. Mana juda tez ishlaydi bu. Hop, new chat qilamiz va expertga qilamiz. Endi salom. Bu o'ylab sekinroq javob beradi. Mana bu endi instantni tushundik. Tezkor savol-javoblar uchun. Ekspert nima degani? Ekspert degani bu xuddi insonni kabi nima qiladi? O'ylaydi, sizga ekspertlarga haqiqiy mutaxassislarga o'xshab javob beradi. Bu ekspert. Endi vision degani, hop, bu yerda qaranglar, ekspertga hech qanday fayl tashlay olmaysizlar. Hop, instant bilan visionga tashlay olasizlar fayllarni. Ya'ni vision degani, siz masalan rasm tashlasangiz, ana shu rasmlarni analiz qilib, ichidagi ma'lumotlarni ko'chirib beradi. Ya'ni sizning rasmlaringizni bemalol analiz qilib beradi. Instantda ham qilib beradi, lekin visionda singari qilib bermaydi.
Xo'p, endi mana bu DeepSync bilan Search degan narsa bor. DeepSync degani bu o'ylab turib javob beradi. Ya'ni o'sha insonni o'ylab turib eng aqlli sifatida ozgina o'ylaydida, keyin javob beradi. Mana shuni yoqib qo'ysangiz. Search degani bu internetdan eng oxirgi turgan ma'lumotlarni qidirib, sizga ma'lumotlarni tuhfa qiladi. Ana shu tarzda ishlaydi. Xo'p, men bugun sizlar bilan birgalikda ozgina bir amaliyot dars qilaman. Ana shu amaliyot darsi diqqat bilan ko'rib tursangiz, keyingi nimalardan bemalol ishlashingiz mumkin. Buning uchun biz dastlab Telegram kanalimizga kirib olishimizga to'g'ri keladi. Telegram kanalimiz mana bu yerda turibdi va Telegram kanalimizda mana shu yerda bitta prompt tashlaganman. Ana shu prompt ochib olamiz va xo'p, hammasini belgilaymizda kopirovat qilamiz. Ctrl A tugmasi bilan hammasini belgilaysiz va mana shu yerga tashlaysiz. Endi qaraylik. Instantga emas, biz expertga tashlaymiz, DeepSync'ga yoqib qo'yamiz. Va bu yerga tashladik. Bu yerga tashlaganimizda bu promptimiz nima haqida desa, bu promptimiz hop tayyor sizga maqola yozib berish uchun ana shunaqangi prompt hisoblanadi. Mana shu yerda ozroq pastga pastroqqa tushsak, hop, hozir mavzu yozadigan joyimiz bor. Mana, ya dagi tema. Mana shu joyga biz nima qilamiz? Mavzu yozamiz. Hop, ixtiyoriy birorta Zen kanal, Zenni mavzusini olish uchun Zenga kiramiz. Hop, bu Zenga kirish va bu yerdan statiyaga o'tamiz. Va bu yerdan biz o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha qidiramiz. Ya'ni raskaz istoriya edi. Hop, semeyniy drama. Mana shunga kiraylik. Va ixtiyoriy bitta mavzuni olamiz. Ya'ni yaxshi yozilgan mavzuni. Mana shu mavzuni olaylik. Bu mavzuni umuman boshqa mavzuga aylantirib beradi va ichidagi ma'lumotlarni ham boshqacha promptlar qilib yozib beradi sizga. Xo'p, nimaga qaytamiz? DeepSync'imizga va mana shu joyga mana shu mavzuni bosamizda eng pastiga bitta ish qilamiz. Shift Enter bosib turib, stilat hop, все задания сразу deb yozamiz. Va biroz kutamiz. Biz chunki ekspertga berganmiz va DeepSync'ga ham yoqib qo'yganmiz. Bu sal o'ylab nima qilib yozib beradi. Mana sync yoqilgan. Mana shu narsalarni analiz qiladi. Bu to'liq hikoyani yozib beradi sizlarga do'stlar. Biroz kutamiz, ozroq sabr qilamiz va kuzatamiz. Ungacha do'stlar, men sizlar bilan birgalikda yana bitta sun'iy intellekt, ya'ni rasmni ishlash bo'yicha sun'iy intellekt haqida gapirib bermoqchi edim. Ya'ni bu Riviya hisoblanadi. Riviya AI. Hop, Riviya AIda nima qilinadi? Riviya AIda rasmlarni generatsiya qilish uchun bizga kerak bo'ladi. Ya'ni Riviya AIni ochib olamiz, start creating qilamiz va bundan ham ro'yxatdan o'tib olamiz Google akkauntimiz orqali. Hop, kirdik. Davom etishni bosamiz. Mayli, shu holatda qolsin. Start creating bosamiz. Va bo'ldi. Hozir explore o'tamiz. Xo'p, new album o'tamiz va mana shu holatda turadi. Hozir biz DeepSync'imiz statiyamiz, ya'ni maqolamiz yozib bo'lguncha ozroq sabr qilamiz do'stlar.
Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Bu statyani yozib, oxirida tekstovoy formatga o'tkazyapti. Ya'ni o'zi hamma raunddagi nimalarni bittaga yig'yapti. Ya'ni 4 ta raund, har bitta raund bo'ladigan bo'lsa, alohida yig'ib, bizga alohida zagolovkalarga chiqarib, boshqacha zagolovka, prompt ham chiqarib berdi. Mana shu bizni zagolovkamiz hisoblanadi. Ya'ni maqolamizni sarlavhasi va mana bu rasm. Mana shu joyi, prompt ile foto degan joyi kopirovat qilamizda, biz mana shu joyga tashlaymiz. Ya'ni reviewimizga tashlaymiz va biroz kutamiz. Bu rasm tayyorlab oladi. Xo'p, deyarli rasmimiz tayyor. Hozir rasmimiz chiqyapti. Diqqat qiling. Mana deyarli realniy rasm chiqaryapti. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Mana shu. Bu bizga DeepSeek'ni imkoniyatini namoyish qiladi. Biz endi download qilib ko'radigan bo'lsak, bu deyarli 15.931 ta simvol yozib beribdi. Bu degani 14-13 minutlik hikoya degani. Qadrli do'stlar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini istasangiz kommentariyada yozib qoldiring. Sizlardan bitta iltimos qilgan bo'lardim. Bu videoni ko'rganingizdan so'ng bittagina arzimagan bir laykni bosib qo'yishni iltimos qilgan bo'lardim. E'tiboringlar uchun rahmat.